haydovchi bo'lish boru mazzada, nimaga bilasiz mazzaligini, avtomobilda tiqillagan ovozini qayerdan bo'lsa yo'qotib berishingiz kerak. Yo gulishdan bo'ladimi, metandan bo'ladimi, amad zatidan bo'ladimi, supportdan bilan ilojingiz yo'q. Shu tiqillash yo'qotib bersangiz, haqiqiy shunda haydovchi bo'lasiz. Bu avtomobilimizdan xuddi shunaqa tiqilay ovoz chiqarib qo'ygan. Bunga biz bitta amad zat test qilgan qo'yib ko'rganmiz. Amad zat qo'ydik, rezinkalar polni gulish supurish hamma yoqda, lekin atigi bitta mana shu boltdan chiqib ko'rasiz. Mana shu bolt rezervasi o'zi yetki bo'lganda biz qattiq qo'shib turaverdi. Lekin mana ko'rasizmi? Bitta yangi bolt turibdi. Xuddi shu bolt metanda pasavkasini bolti ko'zibdan o'tgan joyi bilan xuddi shuni qatirganmiz ekan, tiqqalash yo'qoldi akalar. Endi buni haydovchi tanasiga tashab qo'ying va lasetisi bor tanasi akularing bo'lsa, tashab qo'ysangiz sal bo'lsa ham manfaat bo'ladi va har zamonda avtomobilingiz metani bo'lsa, mana shunaqa boltlarni yangilab turavering. Jonlar sog' bo'lsin, yuzlarni tabassum tark etmasin. Avtoprofessiya kanaliga obuna bo'lib, like bosib esdan chiqmasin mehnat uchun.